Bunaqasi faqat bizda bo'ladi. Aynan Favning samasvaliga qarang, holatini turishini holatini, balonni idealniy holatda ixchamgina qilib 4 ta 60 tani zavodskoyda topshirib berdik. Ya'ni bu kuzov ko'tarilganda ham, tushganda ham hammasi santimetrlab o'lchangan, hammasi idealniy holatda uстановка bo'ldi. Yon tarafida ham joylar bor, ikkita yuztalikni zo'r qilgan holatda joylashtirib berdik. Motorlar hech qayerda ochilgani yo'q. 70-30 sistemasida gaz o'rnatilgan. Ya'ni italyanskiy Real Farsunka, italyanskiy AT12 reduktorlar bilan Mia blogi, Alex Mia bloglar bilan quloqsa chiroyli holatda uстановка qilib berdik. Endi yurishiga baho beradigan bo'lsangiz, yurishi idealniy holatda. Sababi ikkita ham metan, ham dizel uyg'unlashgan holatda motorga tushadi va motor voy dot devoradi. Ertaga metandan qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, bitta knopka bilan dizelni o'zida harakatlansa bo'ladi. Balon turish holatiga bitta baho berasiz. Ikkala tomonga ham zapravkani qo'yib berganmiz, ya'ni zapravkada muammo bo'lmasligi uchun. Sizga ham xuddi shunaqa sifatli xizmat kerakmi? Marhamat, pastdagi nomerlarga murojaat qilib o'zingizni qiziqtirgan savollarni bersangiz bo'ladi.